Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan tekin hamda hech qanday ro'yxatdan o'tishlarsiz yaratiladigan test sayti bilan tanishamiz. Bu sayt testmoz.com sayti bo'lib, bosh oynasiga kirganimizdan keyin Build a Test qismini bosamiz hamda yaratmoqchi bo'lgan testimizga nom beramiz va bu testimiz uchun passwordni saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Create a Test qismi orqali kiramiz. Ikkinchi banda Add Questions qismidan Multiple Choice qismini tanlagan holatda savollar ketma-ketligini kiritishni boshlaymiz hamda to'g'ri javobni esa shu belgi orqali, dumaloqchani belgilash orqali belgilaymiz. Keyingi savolni yaratish uchun plus tugmasini bosamiz hamda kerakli miqdordagi savollarni yaratganimizdan keyin Save tugmasini bosamiz. Mana bu yerda biz tomonimizdan fan doirasida yaratilgan testni ko'ryapsiz va Save tugmasini bosganimizdan keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu Publish oynasiga o'tib, shu testimiz uchun beriladigan havolani o'zimizga saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Talabalar uchun mana shu havola yo'llanadi va shu havola orqali kirganda mana shu oyna ochiladi. Har bir talaba o'zini ismini kiritgan holatda testni ishlashi mumkin bo'ladi. O'qituvchilar test natijalarini xuddi shu havola orqali kirib, administration qismidan o'zlarini dastlabki vaqtda yaratgan parollari bilan aynan 4-bandaga kiradilar. Results qismidan qaysi talaba necha foiz natija olganini ko'rishlari mumkin. Har bir talabaning natijasi bilan ham individual tanishlari mumkin bo'ladi. Bugungi sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.